Bugun men aytadigan ma'lumot bank kartasi bor har bir odamga uy, kvartira, yer uchastkasi, do'kon yoki boshqa ko'chmas mulki bor har bir fuqaro va tadbirkorga bevosita tegishli. Gap shunchaki navbatdagi xabar haqida emas. Balki pul aylanmalari, karta orqali tushumlar, mulk hujjatlari, soliq majburiyatlari va tekshiruvlar tartibi kuchayayotgani haqida ketmoqda. Agar siz kartangizga tez-tez pul qabul qilsangiz, ijaradan daromad olayotgan bo'lsangiz, uy joy oldi sottisi qilmoqchi bo'lsangiz yoki nomingizda bir nechta mulk bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta noto'g'ri qadam keyin jarima, hisob kitobni tushuntirish. Hujjat yig'ish yoki bitim to'xtab qolishiga olib kelishi mumkin. Men bugun hammasini oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi, hozir nima o'zgaryapti, kim xavotir olishi kerak, kimga bu qoidalar umuman muammo tug'dirmaydi. Qanday istisnolar bor va eng muhimi, siz hozirdan nima qilishingiz kerak. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ogohlantirishlar ko'pchilikka kech yetib boradi. Lekin oqibat hammaga bir xil bo'ladi. Avvallari ko'pchilik bank kartasini oddiy hamyon sifatida ishlatardi. Kimdir qarindoshidan pul olardi, kimdir tanishiga qarz qaytarardi, kimdir bozorda savdo qilib, pulni karta orqali qabul qilardi. Ko'chmas mulk bo'yicha ham shunga o'xshash holat ko'p edi. Uy ijaraga beriladi, lekin shartnoma qilinmaydi. Yer yoki hovli sotiladi, lekin haqiqiy summa boshqa, hujjatdagi summa boshqa ko'rsatiladi. Qarindosh nomiga mulk rasmiylashtiriladi, lekin undan boshqa odam foydalanadi. Bularning hammasi yillar davomida odatiy holdek ko'rindi. Endi esa tizim boshqacha ishlayapti. Banklar, soliq organlari, kadastr, notarial tizim, kommunal to'lovlar va ayrim davlat ma'lumot bazalari bir-biriga bog'lanib bormoqda. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, kartangizga kelayotgan pul sizning nomingizdagi mulkdan foydalanish, ijara, oldi sotdi, meros, hadya va boshqa bitimlar alohida emas, umumiy rasm sifatida ko'riladi. Agar odamning rasmiy daromadi oyiga 4 million so'm bo'lsa, lekin kartasiga har oy 7 million so'm tushsa, tizim savol beradi. Agar odamning nomida 3 ta kvartira bo'lsa, lekin u hech qanday ijara daromadi ko'rsatmasa, bu ham savol tug'diradi. Agar mulk narxi hujjatda juda past ko'rsatilsa, lekin bozordagi narx bundan bir necha barobar yuqori bo'lsa, bu ham e'tibordan chetda qolmasligi mumkin. Men bu yerda odamlarni qo'rqitmoqchi emasman. Lekin haqiqat shuki, yangi tartiblarning asosiy maqsadi yashirin daromadlar, noqonuniy pul aylanishi, soliqdan qochish, firibgarlik va rasmiylashtirilmagan bitimlarni kamaytirishdir. Oddiy, halol odam uchun bu qoidalar xavf emas. Ammo hujjatsiz ishlayotgan, karta orqali doimiy biznes yuritayotgan, ijaradan daromad olib soliq to'lamayotgan yoki mulk bitimlarini sun'iy ko'rsatkichlar bilan rasmiylashtirayotganlar uchun vaziyat jiddiylashadi. Ilgari karta orqali kelgan pul ko'pincha shaxsiy o'tkazma sifatida ko'rilardi. Masalan, sizga ukangiz 2 million so'm yubordi, do'stingiz 500 ming so'm qarz qaytardi, ota-onangiz yordam berdi. Bunday holatlar tabiiy va normal. Lekin ayrim odamlar shaxsiy kartadan biznes hisob raqami o'rnida foydalana boshladi. Masalan, uyda pishiriq tayyorlab sotadi, kiyim olib kelib sotadi, avtomobil ehtiyot qismlari bilan savdo qiladi, xizmat ko'rsatadi. Lekin hamma tushumni shaxsiy kartasiga oladi. Bir oyda 20 million so'm aylanma bo'ladi. Lekin rasmiy faoliyat yo'q, soliq hisobotida daromad yo'q. Hozir esa takroriy, doimiy va katta hajmdagi tushumlar alohida e'tiborga olinadi. Bu avtomatik ravishda siz aybdorsiz degani emas, lekin bank yoki tegishli organlar sizdan pul manbasini tushuntirishni so'rashi mumkin. Masalan, nima uchun har kuni iyim o'tibin odamdan kartangizga pul tushyapti? Nima uchun har oy bir xil sanalarda bir nechta odam sizga pul o'tkazyapti? Bu qarzmi, yordammi, ijarami, savdomi yoki xizmat haqimi? Agar javobingizni hujjat bilan tasdiqlay olsangiz muammo bo'lmaydi. Agar hech qanday hujjat bo'lmasa, tushuntirish qiyinlashadi. Ko'chmas mulk bo'yicha ham o'zgarish shunda: uy, kvartira, yer noturar joy, do'kon yoki ofis faqat mulk sifatida emas, daromad manbai sifatida ham ko'rilishi mumkin. Agar siz kvartirani ijaraga bersangiz, bu daromad. Agar siz noturar joyni magazin, salon yoki ombor sifatida ijaraga bersangiz, bu ham daromad. Agar siz bir yilda bir nechta mulk sotib olib sotsangiz, bu oddiy shaxsiy ehtiyoj emas, tadbirkorlikka o'xshash faoliyat sifatida bog'lanishi mumkin. Demak, hujjatlar tartibli bo'lishi kerak. Birinchi toifa: kartasiga muntazam pul tushadiganlar. Masalan,
Sizning kartangizga har kuni 10 ming, 15 kishidan 100 ming, 200 ming, 500 ming so'mdan pul tushadi. Oy oxirida jami 30 million so'm bo'ladi. Agar bu pul oilaviy yordam, qarz yoki umumiy yig'im bo'lsa, buni tushuntirish mumkin. Lekin agar bu tovar yoki xizmat uchun to'lov bo'lsa, siz rasmiy faoliyat haqida o'ylashingiz kerak. Yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tish, o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida faoliyat yuritish yoki korxona ochish kerak bo'lishi mumkin. Chunki shaxsiy karta orqali biznes yuritish ertaga savol tug'diradi. Ikkinchi toifa ijaraga uy berayotganlar. Masalan, sizda bitta ortiqcha kvartira bor va uni oyga 3 million so'mga ijaraga bergansiz. Ijarachi har oy kartangizga pul tashlaydi. Bir qarashda hammasi oddiy, lekin bir yilda bu 36 million so'm daromad degani. Agar ijara shartnomasi bo'lmasa, soliq to'lanmasa, ijarachi bilan kelishuv faqat og'zaki bo'lsa, muammo chiqishi mumkin. Ijarachi bir kuni kommunal qarz qoldirsa, uyni buzib qo'ysa, pul bermasa yoki siz bilan tortishsa, sizda huquqiy asos zaif bo'ladi. Rasmiy shartnoma esa nafaqat davlat oldida, balki o'zingizni himoya qilish uchun ham kerak. Uchinchi toifa nomida bir nechta ko'chmas mulk bor odamlar. Masalan, bir fuqaroning nomida yashayotgan hovlisi, bitta kvartirasi va yana bitta noturar joyi bor. Bu qonunga zid emas. Odam halol puliga mulk sotib olishi mumkin. Lekin savol shunda, bu mulklar qanday foydalanilyapti? Bo'sh turibdimi? Qarindosh yashayaptimi? Ijaraga berilganmi? Biznes uchun ishlatilyaptimi? Agar real holat bilan hujjatlar mos kelmasa, keyin tushuntirish talab qilinishi mumkin. To'rtinchi toifa mulk oldi-sotdisida real narxni yashiradiganlar. Masalan, kvartira bozorda 700 million so'm turadi, lekin notarial hujjatda 300 million so'm ko'rsatiladi. Nima uchun bunday qilinadi? Ayrimlar xarajatday kamaydi, soliq kam bo'ladi deb o'ylaydi, lekin bu juda xavfli. Chunki ertaga nizo chiqsa, sudda siz hujjatda ko'rsatilgan summani asos qilib olishingiz mumkin. Siz aslida 700 million berganingizni aytasiz, lekin hujjatda 300 million yozilgan bo'lsa, qolgan 400 millionni isbotlash qiyin bo'ladi. Shuning uchun men doim aytaman, mulk bitimida real summa, real to'lov usuli va real kelishuv hujjatda aks etish kerak. 5-toifa. Qarindoshlar nomiga mulk rasmiylashtiradiganlar. Masalan, odam o'z puliga uy oladi, lekin akasi, opasi, farzandi yoki boshqa qarindoshi nomiga qiladi. Sabab har xil bo'lishi mumkin. Kredit masalasi, nikohdagi mulk taqsimoti, qarzlardan qochish, soliqdan qochish yoki oddiy ishonch. Lekin huquqiy jihatdan mulk kimning nomida bo'lsa, egasi o'sha. Ertaga munosabat buzilsa, meros masalasi chiqsa, qarindosh vafot etsa yoki uning qarzlari bo'lsa, siz katta muammoga tushasiz. Yangi tartiblarda bunday holatlar ham pul manbasi va haqiqiy egalar nuqtai nazaridan ko'proq tekshirilishi mumkin. Endi kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar sizning kartangizga vaqti bilan ota-onangiz, farzandingiz, turmush o'rtog'ingiz yoki yaqin qarindoshingiz pul yuborsa, bu normal. Agar siz oyiga 1-2 marta qarz qaytarsangiz yoki qarz olsangiz, bu ham normal. Agar siz bitta uyda yashasangiz, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, mulkingizni qonuniy sotib olgan bo'lsangiz, qo'rqishga asos yo'q. Muhim narsa shuki, har qanday katta pul harakati bo'yicha sizda mantiqiy izoh va kerak bo'lsa, hujjat bo'lishi kerak. Masalan, siz mashina sotdingiz va kartangizga 20 million so'm tushdi. Bu katta summa. Lekin agar oldi-sotdi shartnomasi, to'lov izohi, xaridor bilan kelishuv mavjud bo'lsa, bu tushuntiradigan holat. Yoki sizga farzandingiz chet eldan $1 ekvivalentida pul yubordi. Agar pul o'tkazmasi rasmiy kanal orqali kelgan bo'lsa, bu ham tushuntiriladi. Lekin siz har hafta turli odamlardan 2-3 million so'mdan olib, izohsiz naqdga aylantirsangiz, bu allaqachon savol tug'diradi. Birinchi muhim nuqta. Har bir katta tushum avtomatik ravishda soliq qarzi degani emas. Bu juda muhim. Odamlar ko'pincha shunday o'ylaydi. Kartamga katta pul tushsa, darrov soliq keladi. Yo'q, pulning mazmuni muhim. Qarz qaytishi daromad emas. Qarindosh yordami har doim ham tadbirkorlik daromadi emas. O'z mulkingizni sotishdan tushgan pulning soliq tartibi alohida baholanadi. Lekin buni og'izda emas, hujjatda isbotlash kerak bo'ladi. Ikkinchi nuqta. Karta izohlarini beparvo yozmang. Masalan, kimdir sizga qarz qaytaryapti, lekin izohga tovar uchun ijara, xizmat haqi deb yozib yuboradi. Keyin siz bu pul qarz edi deb aytishingiz mumkin, lekin izoh boshqacha turibdi. Aksincha haqiqiy savdo bo'lsa, qarz deb yozish ham to'g'ri emas. Men tavsiya qilaman, pul o'tkazmalarida izohni aniq yozing.
qarz qaytarildi, oilaviy yordam, ijara to'lovi, shartnoma bo'yicha to'lov, avtomobil uchun to'lov kabi tushunarli yozuvlar keyinchalik sizga yordam beradi. 3-nuqta, naqd pul bilan ishlash xavfi ortadi. Ko'pchilik kartaga tushmasa naqd olaylik deb o'ylaydi. Lekin mulk bitimlarida, katta summalarda va biznes aylanmalarida naqd pul ham savol tug'dirishi mumkin. Masalan, siz 1 milliard so'mlik uy sotib oldingiz, lekin rasmiy daromadingiz past. Savol tug'iladi. Bu pul qayerdan keldi? Agar pul yillar davomida yig'ilgan bo'lsa, meros bo'lsa, hadya bo'lsa, biznesdan kelgan bo'lsa, buni ko'rsatadigan hujjatlar kerak. Naqd pul hech narsani yashirib qo'ymaydi. Aksincha hujjatsiz bo'lsa, isbotni qiyinlashtiradi. 4-nuqta, ijara bo'yicha og'zaki kelishuv sizni himoya qilmaydi. Masalan, ijarachi har oy pul to'laydi, lekin shartnoma yo'q. Bir kuni u men bu uyda yashamaganman desa, kommunal qarz qolsa yoki qo'shnilar shikoyat qilsa, sizda tartibli dalil bo'lmaydi. Shartnomada kim yashashi, to'lov miqdori, muddat, kommunal to'lovlar, depozit, uy holati, javobgarlik yozilishi kerak. Bu soliq uchun ham, nizolar uchun ham muhim. 5-nuqta, hadya va meros ham hujjatsiz bo'lmasligi kerak. Ota-onalar farzandiga uy beradi. Aka-uka o'rtasida mulk o'tadi. Qarindoshlar o'zaro kelishadi. Bunday holatlar hayotda ko'p, lekin biz qarindoshimiz hujjat shart emas degan fikr eng katta xatolardan biri. Bugun hamma rozi, ertaga merosxo'rlar ko'payadi. Kimdir fikrdan qaytadi, kimdir hujjat talab qiladi. Ko'chmas mulk faqat rasmiy bitim orqali ishonchli o'tadi. 6-nuqta, o'zini o'zi band qilish hamma faoliyatga mos kelavermaydi. Ayrim odamlar men o'zini o'zi band qilganman, demak hamma savdo va xizmatni qila olaman deb o'ylaydi. Aslida ruxsat etilgan faoliyat turlari bor, cheklovlar bor. Agar sizning faoliyatingiz kattaroq aylanma, xodimlar, doimiy savdo joyi, import tovar yoki yuridik shaxslar bilan ishlashni talab qilsa, boshqa shakl kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun faoliyat turini to'g'ri tanlash juda muhim. 7-nuqta, bank kartasini boshqa odamga berib qo'yish juda xavfli. Masalan, tanishingiz kartangizdan vaqtincha foydalansam, pul tushirib olsam deydi. Yoki qarindoshingiz biznes qiladi, lekin kartani sizning nomingizdan ishlatadi. Ertaga pul harakati bo'yicha savol sizga keladi. Chunki karta sizning nomingizda. Men bilmaganman degan javob har doim ham yetarli bo'lmaydi. Ayniqsa karta orqali shubhali o'tkazmalar, firibgarlik pullari yoki noqonuniy faoliyat bo'lsa, mas'uliyat jiddiy bo'lishi mumkin. 8-nuqta, kommunal to'lovlar va yashash manzili ham real holatni ko'rsatadi. Masalan, kvartira bo'sh turibdi deyilgan, lekin suv, gaz, elektr iste'moli muntazam yuqori, yoki ijarada odamlar yashayapti, lekin shartnoma yo'q. Yoki uy boshqa odam nomida, lekin to'lovlarni doim boshqa kishi qiladi. Bularning o'zi alohida ayb emas, lekin umumiy tekshiruvda qo'shimcha savollar tug'dirishi mumkin. 1-qadam. Kartalaringizdagi pul harakatini ko'zdan kechiring. Oxirgi 6 oy yoki 1 yil bo'yicha bank ilovasidan ko'chirma oling. Qaysi tushumlar shaxsiy yordam, qaysilari qarz, qaysilari savdo yoki xizmat, qaysilari ijara ekanini o'zingiz uchun ajrating. Agar har oy doimiy tushumlar bo'lsa, ularning manbasini aniqlang. Men odamlarga shuni tavsiya qilaman: katta tushumlar bo'yicha alohida papka oching. Elektron yoki qog'oz shaklida hujjatlarni saqlang. 2-qadam, agar biznes qilsangiz, faoliyatingizni rasmiylashtiring. Uyda buyurtma qabul qilasizmi, xizmat ko'rsatasizmi, savdo qilasizmi? Avvalo qaysi shakl sizga mosligini aniqlang. O'zini o'zi band qilish yetarlimi? Yakka tartibdagi tadbirkor bo'lish kerakmi yoki MChJ ochish kerakmi? Buni soliq maslahatchisi yoki davlat xizmatlari markazi orqali aniqlashtiring. Rasmiy ishlashning foydasi shuki, siz keyin daromadni bemalol ko'rsata olasiz, kredit olishingiz osonlashadi, katta xaridlar bo'yicha pul manbasini tushuntira olasiz. 3-qadam, ijara bo'lsa shartnoma tuzing. Uy, kvartira, ofis, do'kon, ombor, yer maydoni bo'ladimi, farqi yo'q. Ijarachi bilan yozma shartnoma qiling. Unda mulk manzili, ijara muddati, oylik to'lov sanasi, kommunal xarajatlar, depozit, taraflarning majburiyatlari aniq yozilsin. Agar kerak bo'lsa, shartnomani vakolatli tartibda rasmiylashtiring. Shartnoma tuzish sizni soliq keladi deb qo'rqitmasligi kerak. Aksincha, u sizni huquqiy jihatdan himoya qiladi. 4-qadam. Ko'chmas mulk hujjatlarini tekshiring. Kadastr hujjati, mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat, notarial shartnoma, meros guvohnomasi, hadya shartnomasi, sud qarori yoki boshqa asoslar joyidami tekshiring. Agar hujjatda eski familiya, noto'g'ri manzil, maydon bo'yicha tafovut,
Kadastr raqamida xatolik bo'lsa, buni keyinga qoldirmang. Chunki sotish, garovga qo'yish, kredit olish yoki meros rasmiylashtirish paytida bu xatolar bitimni to'xtatib qo'yadi. 5-qadam. Katta pul o'tkazmalarini izohsiz qoldirmang. Masalan, 50 million so'm qarz berdingiz yoki oldingiz. Oddiy tilxat tuzing. Unda kim kimga qancha pul berdi, qachon qaytariladi, qanday tartibda qaytariladi, pasport ma'lumotlari va imzolar bo'lsin. Agar summa katta bo'lsa, notarial tartibda rasmiylashtirishni ham o'ylang. Karta orqali yuborilganda izohga qarz shartnomasi bo'yicha yoki qarz qaytarildi deb yozish foydali. 6-qadam. Mulk sotib olayotganda pul manbasini oldindan tayyorlang. Agar siz uy olayotgan bo'lsangiz, pul qayerdan kelganini ko'rsatadigan hujjatlarni jamlang. Ish haqi, tadbirkorlik daromadi, oldingi mulk sotilgan shartnoma, meros, hadya, bank krediti, jamg'arma yoki qarz shartnomasi. Bu hujjatlar sizga keyinchalik kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa katta shaharlarda ko'chmas mulk narxi yuqori bo'lgani uchun savollar ham ko'proq bo'ladi. 7-qadam. Kartangizni hech kimga bermang. Bank kartasi, mobil bank paroli, SMS kod, PIN kod, pasportingiz bilan ochilgan hisob raqam faqat sizga tegishli. Farzandingiz, tanishingiz, hamkasbingiz, qarindoshingiz bo'lsa ham. Kartangiz orqali uning doimiy faoliyat yuritishiga yo'l qo'ymang. Agar kimdir sizdan karta so'rasa, bu oddiy yordam emas, huquqiy xavf bo'lishi mumkin. 8-qadam. Soliq organidan yoki bankdan so'rov kelsa, e'tiborsiz qoldirmang. Ko'pchilik xat kelganda qo'rqib javob bermaydi. Bu noto'g'ri. Agar so'rov kelsa, avval mazmunini o'qing, muddatiga qarang, qaysi hujjatlar so'ralganini aniqlang. Javobni yer hissiyot bilan emas, hujjat bilan tayyorlang. Kerak bo'lsa, mutaxassisga murojaat qiling. Bu pul qarz edi deyishning o'zi yetmaydi. Tilxat, karta ko'chirmasi, shartnoma yoki boshqa dalil bo'lsa, javob kuchli bo'ladi. 9-qadam. Oilaviy pul harakatlarini ham tartibga soling. Masalan, er-xotin bir-biriga pul o'tkazadi, ota-ona farzandiga yordam beradi, aka-uka umumiy xarajat qiladi. Bular hayotiy holatlar. Lekin katta summalarda izoh yozish odatini kiriting. Uy ta'miri uchun oilaviy yordam, farzand ta'limi uchun, qarz qaytarish, davolanish xarajati uchun kabi izohlar keyinchalik holatni tushuntirishni osonlashtiradi. 10-qadam. Barcha hujjatlarni bitta joyda saqlang. Mulk shartnomalari, ijara kelishuvlari, qarz tilxatlari, bank ko'chirmalari, soliq to'lovlari, kadastr hujjatlari, meros va hadya hujjatlarini alohida papkaga joylang. Elektron nusxasini ham saqlang. Telefoningiz yo'qolsa yoki qog'oz hujjat zararlansa, sizda zaxira bo'lishi kerak. Men alohida ogohlantirmoqchiman. Agar siz kartadan doimiy savdo uchun foydalanayotgan bo'lsangiz, lekin faoliyatingiz rasmiy bo'lmasa, kutib o'tirmang. Bugun tartibga keltirish osonroq. Ertaga so'rov kelganda shoshilinch hujjat yig'ish qiyin bo'ladi. Agar siz mulkni ijaraga berayotgan bo'lsangiz, shartnoma tuzing. Agar siz boshqa odam nomida turgan mulkdan foydalansangiz, huquqiy holatni aniqlang. Agar siz yaqinda uy sotmoqchi yoki sotib olmoqchi bo'lsangiz, haqiqiy summa va to'lov tartibini yashirmang. Yana bir real misol keltiraman. Bir odamning kartasiga har oy 25 million so'm atrofida pul tushadi. U buni tanishlarim pul o'tkazdi deb tushuntiradi. Lekin ko'chirmada 6-7 xil odamdan mayda summalar kelgani ko'rinadi. Bu savdoga o'xshaydi. Agar u aslida telefon aksessuarlari sotgan bo'lsa, rasmiy faoliyat yuritish kerak edi. Endi undan daromad manbasi tovar kelib chiqishi, soliq majburiyati so'ralishi mumkin. Bunday vaziyatda eng to'g'ri yo'l kechiktirmasdan faoliyatni qonuniy shaklga o'tkazishdir. Yana bir misol, ayol kishi onasidan meros qolgan kvartirani ijaraga beradi. Uyga 4 million so'm oladi. Ijarachi 2 yildan beri yashaydi. Shartnoma yo'q. Bir kuni ijarachi chiqib ketadi. 8 million so'm kommunal qarz va uyga zarar qoldiradi. Ayol sudga murojaat qilmoqchi bo'ladi, lekin shartnoma bo'lmagani uchun isbotlash murakkablashadi. Agar boshdan shartnoma, qabul topshirish dalolatnomasi va to'lov izohlari bo'lganida vaziyat ancha oson hal bo'lardi. Yana bir misol, yigit kvartira sotib oladi, lekin pulning bir qismini naqd beradi. Hujjatda esa past summa yoziladi. Keyin sotuvchi bilan nizo chiqadi. Yigit men ko'proq pul berganman deydi. Sotuvchi esa hujjatda qancha yozilgan bo'lsa, shuncha olganman deydi. Mana shu yerda odam o'z qo'li bilan o'zini zaif holatga qo'yadi. Men har doim aytaman, ko'chmas mulkda og'zaki kelishuvga suyanmang. Hujjatdagi raqam va real to'lov bir-biriga mos bo'lsin. Bugungi ogohlantirishning mohiyati shuki, bank kartasi endi faqat pul olish vositasi emas.
U sizning moliyaviy izingizdir. Ko'chmas mulk esa faqat yashash joyi yoki sarmoya emas. U huquqiy va soliq majburiyatlari bilan bog'liq aktivdir. Agar hammasi qonuniy, hujjatli va tushunarli bo'lsa, qo'rqishga hojat yo'q. Agar pul aylanmalari, ijara, mulk oldi sotdisi yoki qarzlar hujjatsiz bo'lsa, hozirdan tartibga keltirish kerak. Men sizga eng asosiy tavsiyani beraman. Kartangizdagi pul harakatini tekshiring. Katta tushumlar bo'yicha hujjat saqlang. Ijara shartnomasini rasmiylashtiring. Mulk hujjatlarini tartibga keltiring. Karta va hisob raqamingizni boshqa odamga bermang. Bank yoki soliq so'rovlarini e'tiborsiz qoldirmang. Shunda yangi qoidalar siz uchun xavf emas, aksincha moliyaviy tartib va huquqiy himoya vositasi bo'ladi. Sizningcha karta tushumlari va ko'chmas mulk bo'yicha nazorat kuchayishi oddiy odamlar uchun foydalimi yoki ortiqcha bosimmi? Fikringizni izohlarda yozing. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki keyingi videolarda men soliq, bank, kredit, mulk va hujjatlar bo'yicha yana muhim masalalarni oddiy tilda tushuntirib beraman.